Umidjon, Tabrika. bolalarda gijjas uchun tayyorlangan narsangni ko'rsatding, live content qilib 1 millionta prosmotr bo'ldi. Bo'ldi. Shundan sotding, tonnalar sotding. Sotdik. Bironta negativ bo'lmadi. Hammasi rahmat etdi. 15 kun, 20 kunda rezultat dedi. Bo'ldi. Gijjalarni qanday tayyorlab berishni o'sha hammasini tushuntirib berding odamlarga. Mana shu holatda sotding. Endi ko'p odamlar erindi, nimaga vaqti yo'q hozir, bilasan. Endi qolsam podpischilarga nima yangilik qilding? Ko'rsat buni. Podpischilarimizga mana bunaqa yangilik qildik. Mana shunday holatda Javohir aka Bu mana shu holatda tayyorladik. Oldin birinchi odamlarga ko'rsatdik. Mana shu holatda qilib ber bolalarga. Kak Rafaelani o'rnida bolalar konfetni yeb oladi. Buni mazasini ko'rgin san. Qanday? ikkinchisini ham yeb olay, keyin aytaman. Sen kameraga bu senga perivol deb bochichiyada quritmas. Sababi bu bolalarning gijjasi uchun tayyorlangan narsa. Bu ertalab bir dona, kechpayt bir donadan yeyiladi. Juda ham yaxshi. Bolalarim yemaydi deydigan nozik bolalar yo'q. Abdulloh, kirgin imtakani o'ldiga o'g'lim. Mana bolalar shunday kelishdi, mazasi nima dedi o'g'lim? Qanday? Zo'rmi? Gap bo'lishi mumkin bo'lsa, kuniga ikkita bolalar maza qilib yuradi. Hammasi joy-joyida. Choy quyib beraman, uchun sen choy ichginda. Gijjadan keyin ozgina choy emas, o'zi qaynagan suvda sovutilgani ichiladi. Sen mana bu mehr choyimizdan bir ho'planib ichib olardim. Sababi ikkita yeb oldingda, o'shaning uchun bitta yeyishing kerak edi. Yana ham sezilarli bo'lsin. Ammo gijjalaring shu maza qilasan. Buni nafaqat yoshlar, yosh katta odamlar ham yesa bo'ladi. Shu kechasi tishini g'irchillatib o'tadigan yo'llar bor-ku, o'shalar hammasini ichida gijja bor. Xo'sh, sizni qora sedana, qalampir munchoq, imbir, ta'mi sezilyapti rastaropsha, qovoq urug'i. Qovoq urug'ini ham bittalab terdirilganmiz, mesnisini. Eng zo'rini. Konfet shokoladni o'rniga mana bunday batonchilar deysiz, maza qilasiz. Assortimentlari nima deyapti? Bular sveji, toza asallar bilan taxlanadi. Yeganda jonon. Aka, yosh kattalarga ham prostatadan shamollash bormi? Quvvatsizlik bormi? Ikkita ertalab turganingizda iste'mol qiling. Xudo xolisa effekt zo'r bo'ladi. Bu nafaqat gijjani tushiradi, bu bolalar ishtahasini ochadi. Ozg'inlari bo'lsa semirtiradi bolalarni. O'sha yegan narsasi tanasiga yuk bo'ladi. Qarang. Bu haqiqiy tabiiy giyohlardan qilinadi. Bironta ximikat yo boshqasi. Mana bu kunjutlarni nimaga qiladi o'ylaysan? Bolalarga kalsiy. Tabiiy kalsiy. 90% kalsiy mana shu kunjutlarda bo'ladi. Qarang. Keyin hozir yedim. Achchiq, nojo'ya ta'mi umuman sezilmadi. Asali ham 50 diastazali asalda. Gemoglobinini tovondan cho'qqisigacha olib chiqadi, soch tolasigacha olib chiqadi gemoglobinni. Asalda ta'mi shunaqa ufurib turibdiki, bola maza qiladi.